Xalqimiz azaldan qo'ni-qo'shnichilik, o'zgalarga mehr-oqibat ko'rsatish kabi umumbashariy fazilatlarni qadrlab keladi. Prezidentimiz topshirig'iga muvofiq Muborak Ramazon hayiti munosabati bilan xalqimizning bag'rikenglik va qo'llab-quvvatlovi ramzi sifatida Afg'onistonga navbatdagi insonparvarlik yordami jo'natildi. 300 tonna oziq-ovqat va to'qimachilik mahsulotlari ortilgan yuklar birodar afg'on xalqiga yetkazildi. Balx viloyatida mazkur insonparvarlik yordamini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Muxbirimiz Sanjar Allaberdiyev xabar beradi. O'zbekiston va Afg'oniston bir daryodan suv ichadigan bu ikki birodar xalqning azaldan tarixiy qadriyatlari mushtarak bo'lgan. Asrlar sinovida toplangan boqiy an'analar prezidentimizning e'tibor tashabbusi bilan yana tarixiy o'zaniga qaytmoqda. Bu diyorni O'zbekiston do'st o'laroq, qavmu qarindosh kabi yaxshi-yomon kunda yelkadosh bo'lib doim qo'llab-quvvatlab kelgan. Bu safar ham shunday bo'ldi. Muqaddas Ramazon hayiti arafasida insonparvarlik yuklari jo'natilayotganida ham o'zgacha ma'no mujassam. Yaxshi kunlarda yon qo'shnilarni e'zozlash, holidan xabar olish, qadrlash xalqimizga xos fazilatlardan. Yaqin qo'shnichilik an'analariga sodiq qolgan holda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bu galgi insonparvarlik yordamlari Afg'oniston xalqiga yetkazildi. Uning tarkibidan 96 tonna un, 22 tonna guruch, xuddi shu miqdorda shakar, 16 ming litr yog', tez tayyor bo'luvchi lag'mon va qandolat kabi eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari o'rin oldi. Beg'araz yordam yuklari Hayraton shahrida mutasaddir ishtirokida Balx viloyati boshqaruv idoralari vakillariga topshirildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan Afg'oniston xalqiga kelayotgan Hayit, Idul Fitr munosabati bilan yetib kelgan 300 tonnadan ortiq do'stona yordamni Afg'oniston hukumatiga va Balx viloyatiga va boshqa shimoliy viloyatiga topshirilyapti. Yordam bu albatta hozirgi Afg'oniston uchun bir qiyinchilik paytida yaxshi bir malham bo'ladi. Yaxshi bilamizki, respublikamiz hech qachon afg'onlarni o'zini qiyinchiliklarga tashlab ketmagan, har doim yordam berganmiz. Afg'onistonda yangi hukumat tuzilgandan keyin 13 ming tonnadan ko'proq, ziyodroq inson do'stona yordam Afg'onistonga yetib kelgan. Bu bizning ikkita mamlakatlarimizda o'sha azaliy va do'stlik rishtalarini, madaniy rishtalarimizning yana bir isbotidir. Qo'shning tinch, sen tinch. Bu naqlga amal qilgan O'zbekiston bugun Afg'onistonda tinchlik va farovonlikni ta'minlash, bu davlatni ham har tomonlama rivojlantirish yo'lida bor imkoniyatini safarbar etmoqda. Ikki davlatning hamjihatligi va hamkorligini yanada rivojlantirish, afg'on xalqining mushkulini oson qilishga chog'langan O'zbekiston xalqi va prezidentiga qo'shni davlatlari samimiy minnatdorlik bildirishdi. Cumhuriy rais kishvar do'st O'zbekiston tarafdan yordam nashildi, ko'mak etishib keldi. Qo'shni O'zbekiston prezidentiga katta minnatdorlik bildiramiz. Bu bizga yetkazilgan birinchi gumanitar yordam emas. O'zbekiston doim Afg'onistonni qo'llab-quvvatlagan. Bugungi insonparvarlik yordami taxminan 17-chisi hisoblanadi. Lekin bu safar muqaddas Ramazon hayiti arafasida yordam ko'rsatilganda xalqimizni har qachongidan ham xursand qildi. Oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat bu yordam yuklari bemorlar, ehtiyojmand kishilarga tarqatiladi. O'zbekiston va Afg'oniston xalqi azaldan tarixi, dini, qadriyati bir bo'lgan xalqdir. Aytishimiz kerakki, bu aloqalarimiz O'zbekiston prezidentining sa'y-harakatlari bilan yangi rivojlanish bosqichiga chiqyapti. Bilasizmi, biz O'zbekiston xalqining bizga yelkadosh bo'lib, har qanday vaziyatda yordamga qo'l cho'zishga tayyorligini his qilib turamiz. O'zbekiston va Afg'onistonning do'stona munosabatlari kundan kunga mustahkamlanib, rivojlanib boraveradi. Biz bu ehtiromdan nihoyatda xursandmiz. Xalqimiz bu ko'makdan juda ham minnatdor va duolar qiladi. Xushalmizki bu ko'maklarni bizga yetishdi, bizning mardimiz, millatimiz ko'rdi va nihoyat hamma haqqa duo etadi. Albatta, O'zbekiston tomonidan Afg'onistonga muntazam bunday insonparvarlik yordamlarining ko'rsatilishi ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlar hamda mintaqaviy barqarorlikka sodiqlikni namoyon etadi. Shuningdek, afg'on xalqining turmush sharoitlarini yaxshilashga hissa qo'shadi.